Tarag'ay qishlog'i tarix va bugunning tutashgan nuqtasi. Manbalarda keltirilishicha, ushbu qishloq Sohibqiron Amir Temurning otasi tug'ilgan makon sifatida tilga olinadi. Shu bois bugun ushbu hudud shunchaki geografik nuqta emas, balki tarixiy xotira mujassam bo'lgan makondir. Viloyatning Chiroqchi tumanidagi Tarag'ay qishlog'i tuman markazidan 50 kilometr uzoqlikda joylashgan. Ushbu qadimiy tarixga ega qishloqda juda ko'p tarixiy joylar hamda qadimiy asor atiqalar yashiringan. Bu yerga har yili ko'plab sayyohlar tashrif buyuradi. Tabiati go'zal, purviqor tog'lar bilan o'ralgan So'limgo'shada 4 faslning o'zgacha tarovati bor. Bahor faslida qishloqni yanada o'ziga insonni chorlovchi daralari, tog'lari, soylar mavjud. Tarag'ay qishlog'ida nomlanishi bobomiz Amir Temur hazratlarining otalari nomida nomlangan bo'lib, bu yerda yashovchi aholining asosiy qismi shu o'zini Temur bobo hazratlarining avlodlari deb biladi. Ikkita g'or mavjud bo'lib, bir necha bor ommaviy axborot vositalaridan yoritilgan. Bundan tashqari Ko'kbel qiyaligi, Dunyotepa tarixiy yodgorligi, Farmon toshi mavjud. Yevropa sayyohlari ham qishloqda doimiy ravishda kelib ketadi. Asosiy Fransiya, Ispaniya, Belgiya, Italiyadan ham shu keladigan sayyohlar bizni qishlog'imizdagi to'y ma'rakalarda qiziqishib, xalqimizni milliy madaniyati, urf-odatlari bilan juda qiziqib, hayratlanib sayohat qilib ketishgan. Keyingi yillarda Tarag'ay turizm qishlog'i maqomini olgan. Shu bois mazkur hududni asl holda saqlash bilan bir qatorda yangi yo'llar, yangi infratuzilmalar bunyod etilyapti. Eng e'tiborlisi, bu qishloq so'nggi yillarda nafaqat viloyat va respublikada, balki xorijda ham o'zini namoyon etyapti. Har yili xorijdan mehmonlar kelishadi Tarag'ay mahallamizga. Bu mahallamizga mehmonlar uchun to'y mehmonxonalari tashkil etilgan. Xorijdan kelgan mehmonlarimiz albatta Tarag'ay tarixiga ko'proq qiziqib, bizlardan so'rashadi, g'or bilan tanishishadi. Shu Amir Temur g'orini aylanib ko'rish uchun bir kunda, bir sutkani o'zida 360 metrgacha borilgan. G'orning ichiga. Albatta xorijiy mehmonlarni shu yerga kelishlari ham bir qancha omillarga sabab bo'lyapti. Yo'l infratuzilmasi yaxshilanyapti. Qolaversa, mana aholimizni iqtisodiy tomonlama rivojlanishi yaxshi. Bandlik darajasi o'smoqda. Tog'li hudud bo'lgani uchun ham albatta birinchi o'rinda asoslashuvi chorvachilik va dehqonchilik. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari o'zlari yetishtirib, o'zlarining iste'moli uchun, qolaversa iste'molidan tashqari orttirib bozoriga olib chiqishadi. O'zlarining imkoniyatlaridan unumli foydalanib, iqtisodiy rivojlanish yaxshi. Kambag'al oilalarimizga, ayollarimizga subsidiya ajratildi, tikuv mashinkalari ajratildi. 2025-yil hisobida mana shu Tarag'ay mahallamizda o'ziga 50 dan oshiq tikuv mashinkalari kirib keldi. Bu degani xotin-qizlarimizni ish bilan ta'minlab, o'z-o'zini band qilib, ish bilan ta'minlandi. Qatiqdan sariyog' tayyorlanganini ko'rganmisiz? Hozir birgalikda tayyorlab ko'ramiz. Mana bu idishning nomi kuva deb nomlanar ekan va bunga qatiq solinib, undan sariyog' olamiz. Xuddi shunday. Keling jarayonni boshlasak. Qadimdan momolarimizdan qolgan urf-odatlar sut pishiriladi. Pishirilib u qatiq holga keltiriladi. Keyin qatiqni biza chakki qilamiz. Ya'ni mana bu xaltaga solamiz va yig'ilgan chakkini mana shu kuvaga avval suv solinadi. Hozir bunga suv bor, hozir. Keyin suv solingandan keyin suvga chakki solinadi va pishish jarayoni boshlanadi. Keling unda boshlasak. Hozir idishga solib olamiz. Taxminan qancha qatiq bor bu yoqda? 2 kilogram atrofida qatiq bor. Hozir endi bunga qaynagan suv solamiz. Soling. Qancha miqdorda solishim kerak? Hammasini solavering. Shu yog'i tushguncha aralashtiriladi. Qiziq jarayon ekan. Shaxsan men ham bu haqda hech qanaqa ma'lumotga ega emasdim. Men uchun ham juda ham bir qiziqarli bo'ldi. Bu qishloqda qancha vaqtdan buyon mana shu
qatiqdan sariyog' olinadi. Bizga endi bu oldindan momolarimizdan qolgan urf odatlarda. Juda ham bir ajoyib urf-odat ekan. Noodatiy. Buni sariyog' olinadi. Keyin sariyog' olingandan keyin buni o'zini ayron bo'ladi. O'sha ayron keyin qozonga qaynatiladi. Qaynatilgandan keyin u yana xaltaga solinadi. Xaltaga solingandan keyin u qattiq holatga keladi. Qattiq holatga kelgandan keyin uni bizlar qurut qilamiz. Qurut qilinadi. Qurut qilinadi. Bundan olingan sariyog'da asosan nimalarga ishlatiladi? Qozon patr deyilyapti-ku, shunga qo'yiladi yoki mana yupqa pishiramiz, yupqalarga solinadi. Demak, ro'zg'orda tayyorlanadigan asosan taomlarga Xuddi bemalol shunday, ishlatib foydalansa Xuddi bo'ladi. shunday. Kadr ortida oddiy ko'ringani bilan, biroq holatni o'zida bu jarayon juda ham qiyin amalga oshirilar ekan. To'g'risi juda ham hayron qoldim, chunki boshida qatiqdan sariyog' olinadi deganga umuman tasavvur qila olmagandim. Hozir ko'rib, bu haqiqiy sariyog'ning o'zi. Ishonmadingizmi? Tarag'ay qishlog'ining urf-odatlari, o'ziga xosligini tarannum etuvchi milliy taomlari ham bisyor. Hozir ana shunday taomlardan birini tayyorlab ko'ramiz. Qozon patrimiz mana tayyor bo'ldi. Endi ustiga sariyog' solib, Shu kuvada tayyorlangan sariyog'. Kuvada. Juda ham mazali. Ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. Ayniqsa issiqlik payti sariyog' bilan birga issiqligida sariyog' qo'yib ajoyib ta'm bo'lar ekan. Kuvada tayyorlangan sariyog'ning ta'mi ham bir boshqacha bo'lar ekanda. Odatiy sariyog'dan farq qilar ekan. Qishloqda doimiy mana shu sariyog'ni iste'mol qilib yurishar ekanda. Ha, xuddi shunday. Shuning uchun qishloq odamlari doimiy sog'lom, tetik, Tetik bo'ladi. mana shunaqa tabiiy mahsulotlarni Tabiiy ko'proq iste'mol qilishadi. Endi mana shu sariyog'ning narxi qancha bo'ladi? Narxi shu 1 kilo qo'y go'sht narxida bo'ladi. Bir mavsumda qancha mana shunaqa sariyog' olinadi? Bir mavsumda men o'zim 1 kilo olaman. Juda ham ajoyib. Aytish joizki, bu kabi manzillar tarixni namoyon etishda, milliy qadriyatlarni keyingi avlodlarga yetkazishda ham muhim ahamiyat kasb etadi desak yanglishmaymiz.